Bugun sizlar bilan mazali, sochli bo'lgan uy sharoitida zinger burger tayyorlab ko'ramiz. Birinchi bo'lib ishimizni yumshoqqina bo'lgan nonni pishirib olishdan boshlab olamiz. Idishimizga videoda ko'rsatilgan mahsulotlarni solib, yumshoqqina xamir qorib, oshirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz oshib tayyor bo'lguncha tovuqimizni eng shirali qismini olib, suyalardan ajratib marinovka qilib olamiz. Marinovka uchun tuz, har xil ziravorlar hamda mayonez solib, aralashtirib 1 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu orada oshgan xamirimizni olib, zuvolachalarga bo'lib listga teramiz. Yana 15 daqiqa ustini yopib oshirib olamiz. Oshgandan so'ng ustiga tuxum sarig'i, kunjut sepib, duxovkaga 25-30 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Nonlari pishib chiqquncha ichidagi sousini ham tayyorlab olamiz. Mayonezga tuz, chesnok hamda ukrop solib aralashtirib qo'yamiz. Marinovka bo'lgan tovuqimizni panirovkalarga botirib 7-8 minut davomida pishirib olamiz. Hamma mahsulotlarni tayyor qilib oldik. Endi nonimizni o'rtasidan bo'lib, sousimizni surib olamiz. Ustidan tuzlangan bodring, karom, sochli bo'lib pishib chiqqan tovuqimizdan hamda svejiy bodring, pomidor, ketchup surib, ustini yopib dasturxonga tortsak bo'ladi. Mazasi haqiqatdan zo'r bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurechani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.